kislota miqdori, moyni kislota miqdorini aniqlash. Nima uchun kerak? Moyni is kirishini oldindan aniqlash uchun. Moy is kirsa, uni kislota miqdori oshadi. Kislota miqdori oshganda yog' izolyatsiya xususiyati buziladi. Demak, kislota tok o'tkazuvchi materialga kiradi. Shuning uchun kislota miqdori oshsa, u yog'da izolyatsiya buziladi. Shuning uchun yog'i kislota miqdorini o'lchanadi. Uning uchun bizga nima kerak bo'ladi? Namuna yog'i, silindr, merni kolba, hop, xlorik kislota 0,1 normadagisi, indikatorli kerak, fenolftalein nitrogenli желтый, merni idish kerak. Asosan kaliy gidroksid kerak, spirtoviy neytral muhitda aniqlash uchun bizga kaliy gidroksid kerak. Keyin spirt kerak. Mana shu kerakli reaktivlardan foydalanib, yog' kislota miqdorini o'lchaymiz. Dastlab kislota miqdorini o'lchash uchun yog'dan tortib olamiz. Mana elektron torozib kerak. Elektron torozini yoqamiz. Yoqgandan keyin mana idishni o'zini o'lchab olamiz, ta'risini. Ta'risini o'lchab olib, 0 ga keltirib, bundan yog'ni 10 gram kuyamiz, 10 gram yaqin. 17 gram bo'lib ketdi. Bo'laveradi, 20 gramgacha положено. Yangi yog'lar uchun 10 gramdan 20 gramgacha, eski yog'lar uchun 5 dan 10 gramgacha ilinadi. Yog'ni olamiz. Endi bunga 50 ml spirt quyamiz. Spirt. Yog' spirtda eriydi. 50 ml spirtni yog'ga quyamiz. Kuygandan keyin, spirt kuygandan keyin buni elektr pechda 5 minut davomida qizdiramiz. 5 minut davomida qiziydi bu yog'. Sal ana qaynash darajasiga yetgandan keyin aylantiramiz. Hozir qaynab olsin. Bu aylantirish kerak. Mana shu. Mashinadan ol. Spirtga yog' o'tib tushadi. Keyin bunga fenolftalein tomizib, tomizamizda 4-5 tomchi tomiziladi. Aralashtirib bunga natriy gidroksiddan pipetkada o'lchab olamiz. Buni o'lchovga keltirib olamiz. Mana natriy gidroksidda 0,2 da turibdi. Bo'ldi. 0,2 dan keyin endi bunga tomizamiz. Eritmaga. Ketganligini belgilaymiz. Rangi o'zgarguncha tomizamiz. 1 2 3 4 5 6 Ana. Yog' rangi o'zgardi. Mana. Fioletiy gutda. Mana shu kislota miqdorini aniqlash deydi. Hop, ketgan anaqani hisobga olamiz. 0,2 deydi, demak bizga 2 ml ketdi. 0,2 ml ketdi. Kaliy gidroksid. Endi buni mana qatirib qo'yamiz. Buni tekshirish uchun bo'ldi, mana shu yog' anaqasi. Formulaga qo'yamiz. Formulasi bor. Shu 0,2 ml ketgan yog'ni formulaga qo'yganimizda chiqqan milligram 1 gramli yog'dagi ketgan kaliy oshni mana biz asosan kaliy osh tomizamiz. Kaliy osh ishlatamiz. Shu kaliy oshning miqdori yog'ni norma kislota miqdorini aniqlab beradi. Normasi 0 yangi yog'larda 0,02 mg bo'ladi. Eksploatatsiya yog'lariga 0,25 mg bo'ladi. 1 gram yog'da. Biz 1 gram yog'ni formulaga qo'yib olamiz. 17 gramni yog'imizni o'lchab olganmiz. Shunga formulaga qo'yamiz. Kislota miqdori chiqadi. Oddiy mana shunaqa neytrallash, titrlash usuli bilan kislota miqdorini aniqlaymiz. Mana kislota holatining tarkibi kaliy olish. 1 gram yog'dagi kaliy olish boy topdik 0,02, 0,20 yangi yog' uchun 0,02, eksploatatsiya uchun 0,25,
regeneratsiya yog' uchun ham 0,25. Agar 0,25 dan oshib ketsa, yog' kislota miqdori yuqori, u elektr izolyatsiya xususiyatini yo'qotgan bo'ladi. Agar kislota miqdori ko'p bo'lgan holatda yog'ni biz silikagin bilan quritib, ya'ni qayta regeneratsiya qilib yog' foydalanishga topshiramiz. Tushunarli. Demak, mana formulasi, kislota miqdorining formulasi K bilan belgilanadi. Titr ko'paygan hajm bo'lingan massaga, yog' massasiga bo'linadi. Demak, bizda titrimiz 2,8, bu o'zgarmas son, hajmimiz 0,2 millilitr, 0,2 1 millilitrda 0,2 millilitr ketdi. Hajmimiz 17,64 gram yog'imiz bor edi. Endi mana shundagini ko'paytirib bo'lamiz. Chiqadi, o'sha anda 0,0 necha chiqdi? 0,031 chiqdi. Kislota miqdorimizning normasi 0,02 dan 0,25 gacha. Mana shu oralig'ida bo'lish kerak. Mayli. Mana shu oralig'ida bo'lish kerak. Bizniki 0,031 orada. 0,25 dan ancha aniq. Demak, kislota o'zi yog'dan ma'lumki, yog' holati yaxshiligi uchun kislota miqdori ham normada chiqdi. Rangi o'zgargan sari kislota miqdori oshib boradi. Hozir biz ko'rdingiz, och sari yog'i ispitani qilganimiz uchun yog'i anaqasi kislota miqdori normada chiqdi. Qancha qizargan sari uni kislota miqdori oshadi, keyin uni kislota miqdori mana soni ham ko'p chiqadi. Mana shu formulaga qo'yiladi, keyin mana bu yerda protokolimizga mana kislota holati tarkibiga 0,031 qo'yib qo'yiladi. Mana shu kislota miqdorining bitta ko'rsatkichi, yog'i bitta ko'rsatkichi.